Assalomu alaykum, Avloz Media YouTube kanali obunachilari. Bugun biz Canva'da oddiy va chiroyli prezentatsiya tayyorlashni o'rganamiz. Avvalo prezentatsiya mavzusini aniqlab olamiz. Masalan, biz ilmiy haqiqat tushunchasi va uning ilmiy tadqiqotdagi o'rni degan biroz falsafiyroq mavzuni tanladik. Siz esa o'zingizga berilgan yoki qiziqqan har qanday mavzungizda prezentatsiya tayyorlashingiz mumkin. Masalan, tibbiyot, tarix yoki boshqa shu kabi mavzular. Keyin ChatGPT yordamida mavzu bo'yicha kerakli ma'lumotlarni olamiz. Bu jarayon sizga vaqtni tejash va g'oyalarni to'plashda yordam beradi. Agar siz xohlasangiz, mavzu haqida turli maqolalar, kitoblar yoki Google'dagi ma'lumotlarni olsangiz ham bo'ladi. Mavzu bo'yicha ma'lumotlarni olganimizdan keyin Canva saytini ochamiz. Canva prezentatsiyalar, videolar, logotiplar va CV tayyorlash uchun juda qulay platforma. Saytga kirgandan so'ng ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Keyin sizdan Canva'ni qaysi maqsadda ishlatayotganingiz so'raladi. Bu yerda universitet, maktab yoki ish uchun variantlardan birini tanlaysiz. Masalan, biz universitetni tanladik. Shunda sayt sizga aynan o'qish va ilmiy ishlarga mos dizaynlarni taklif qiladi. Biz universitetni tanladik, undan keyin sizda shunday oyna chiqib keladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu joyda Canva'da nima qilish mumkinliklarini ko'rsa bo'ladi. Masalan, CV, videolar, logotiplar va bizga hozirgi kerakli prezentatsiya. Prezentatsiya bo'limiga kiramiz. Oldin mavzuga oid xohlagan bir dizaynimizni tanlab, mavzuni ilk slaydga joylashtirish uchun ChatGPT yoki manbadan ma'lumotlarni kopiya qilib olamiz. Bunda siz klaviaturadagi Ctrl+C tugmasidan foydalanishingiz mumkin. Ko'chirib olingan ma'lumotlarni birinchi slaydga paste qilib olamiz. Bunda biz klaviaturadagi Ctrl+V tugmasidan foydalanamiz. Mavzu nomining shrift o'lchami va stilini yuqoridagi belgi orqali o'zgartirishingiz mumkin. Birinchi slaydda odatda mavzu nomi, ism va familiya, o'quv yurti yoki fan nomi yoziladi. Xohlasangiz bu joyga turli bezaklar yoki elementlar qo'shsangiz ham bo'ladi. Keyin prezentatsiyaga kirish qismi. Bunda mavzuga birinchi bo'lib nimani yozmoqchi bo'lsangiz, shuni kiritasiz. Biz esa ChatGPT bizga bergan ideyasini kiritdik. Misol tariqasida. Keraksizlarni esa udalit tugmasi bilan o'chirsangiz ham bo'ladi. Shu tariqa barcha tekstlarni o'zingiz xohlagan tartibda joylashtirishingiz mumkin. Agar slaydni yanada chiroyli qilishni istasangiz, element bo'limiga kirib, mavzuga mos rasm va detallarni qo'shishingiz mumkin. Masalan, biz misol tariqasida science, education va research so'zlarini yozib ko'rdik. Bu joyga siz o'z mavzungizga mos so'zlarni yozsangiz, aynan o'sha mavzuga mos rasmlar chiqib keladi. Shunday qilib, barcha ma'lumotlarni joylashtirib bo'lgach, oxirgi slaydga e'tiboringiz uchun rahmat yoki o'zingizning yakuniy so'zlaringizni yozasiz. Yakunida esa prezentatsiyani yuklab olish kerak. Bunda siz tepadagi strelkadan foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda siz prezentatsiyangizni PDF, PowerPoint yoki rasm formatida yuklab olishingiz mumkin. Shu tariqa bizni 10 ta slayddan iborat prezentatsiyamiz tayyor. Siz prezentatsiya tayyorlashda qanday qiyinchiliklarga duch kelasiz va qiziqtirgan savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Albatta javob beramiz. Shu kabi foydali video va ta'lim haqidagi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Avloz Medianing ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.